حياة شوقا إلى المولى أتاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum qarindoshlar. Biz bugün hadis ko'rsatmalari darsimizninki birinchi qismi aqida qismininki 15-darsi Hubbun Nabiy sallallohu alayhi vasallam minal iman. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshi ko'rish imonning jumlasidan degan darsni o'qiymiz. Bu 15-dars yeni mushu hadis ko'rsatmalari darsimizninki hadisining 40-hadisi ve 41 ve 42 ve 43. hadisleri hakkında to'xtalamiz. Dersimizin mavzusi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshi ko'rish imanning eng takomillashtiradigan, imanning takomillashishining alomatlaridan bir alomat ekanligini ko'rib o'tamiz. Bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: An Anas ibn Malik qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi ve waladihi ven nas ecma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi: Sizlarning biringlar men uningga dadisidan, balisidan ve barcha insonlardan suyumlikroq bo'lmasam mu'min bo'lolmaydi deydi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muşaqda Abi Anas radhiyallahu anhu'dan rivayet qilingan bir hadisda mundaq deydi: Bir odam men uningga oilasi min ahlihi ve malihi ve nas ecma'in, aile balvaqillaridan, mal dunyolaridan barcha insonlardan suyumlikroq bo'lmasam o odam mu'min bo'lolmaydi degan. Shunga haqiqiy mu'min bo'lish, imonimiz komil bir iman bo'lish uchun cho'qim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga ota-onamizdan, balavoqillarimizdan, barcha insonlardan, barliq mal dunyolarimizdan, hamma shay'idan Allah bizga eng suyumli, Allah'ning payg'ambari bizga eng suyumli bo'lgan chaqda ondan bizningki mu'min bo'la oladiganligimizni Peygamber alayhisalom bu hadisda o'ttirib qo'ydi. Endi bir şeyini yaxshi ko'rish, uni uningga vosita bo'lg'uchini yaxshi ko'rishga sabab bo'ladi. Shunga Rasul sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish imonni yaxshi ko'rishga sabab bo'ladi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish imonning tüp yıldızlarının qatoridan hisoblanadi. Shunga bir odam Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'nin muhabbetini, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'nin yaxshi ko'rishni barcha mahlukatlarning muhabbetidan üstüde qo'ymaguncha o odam haqiqiy mu'min bo'lolmaydi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo mushu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin muhabbetini başka mahlukatlarning, başka insanlarning, başka mal dunyolarning muhabbetinin oldida qo'yishning haqqida alayda bizni ogohlantirib, shundaq oldida qo'yishimizning lozimligini bizga alayda eskartib, Sura Tövbe'nin 24-oyatida mundaq deydi: Estağfirullah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kana abaukum ve abnaukum ve ihwanukum ve azwajukum ve ashiratukum ve amwalun iqtarabtumuha ve ticaretun takhshawna kasadaha ve masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi vallahu la yahdil kavmel fasikin. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz ümmetinizge haber verin ki
agar sizlarning ota-onanglar, balvoqlaringlar, urug' tuqqan qarindoshlaringlar, ayollaringlar, urug' tuqqanlaringlar, sizlar topgan mol dunyolaringlar, aqmay qilishidan qo'rqayotgan tijoratlaringlar, sizlar yaxshi ko'rgan turalg'ularinglar, sizlarga Allohdan va Allohning payg'ambaridan va Alloh yo'lida jihad qilishdan suyumlikroq bo'lib qolsa, fatarabbasu, sizlar Allohning sizlar kutgan azobini kutinglar. Hatta ya'tiyallohu bi amr, Alloh o'zining amrini keldirgan qadar sizlar kutinglar degani, ya'ni sizlar Allohning jazosini, Allohning sizlarga o'rgatgan azobini kutinglar. Vallohu la yahdil qavmal fasiqin. Allah fasık kavimlerini hidayet kılmaydı. Yani bunda Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin muhabbetinden, Allah yolda cihat kılıştın balavaqlarını, ata-analarını, kırındaşlarını, urug' tuqqanlarını, yoki mal dunyolarını, yoki uy ziminlarini yuqori ko'rgan odamlarni Allah subhanahu wa ta'ala bunu fasık deb atab, bundaq fasıqlarni Allah hidayet kılmaydı dedi. Şuna biz hemmedin Allah'ni en yuqori ko'rganligimiz o iniq. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ni hamma narsadan en yuqori holatda yaxshi ko'rishimiz lozimligini ham bu oyat karimdan ko'ra olamiz. Endi bizning bu davrimizda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni yaxshi ko'rganligimizni ifodalash uchun Resulullahning zotini, jismini mudofaa qilishga ega bo'lolmaymiz. Ega bo'lolmasaqmi? Lekin biz Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ning sunnatini qo'g'dashga, Resulullah elib kelgan dinni himoya qilishga, Resulullahning shariatini mudofaa qilishga, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ning yo'liga amal qilishga, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elib kelgan her bir muhim halqalarga ching esilishga, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan buyruq to'siqlarga itoat qilishga biz ega bo'la olamiz. Biz ana shunday qilgan vaqtimizda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemni haqiqiy yaxshi ko'rguchilarning qatoridan bo'la olamiz. Va illa agar undaq bo'lmasa, ya'ni biz undaq qilmasak, biz qalbimizda urullashmagan quruq gapni tilimizda davo qilguchi bo'lib qolamiz. Biz Rasul sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni eng yaxshi ko'raman deb qop, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruq to'siqlariga amal qilmasak, Rasululloh olib kelgan dinga mustahkam esilmasak, o chaqda biz quruq da'vochilarning qatoridan bo'lib qolamiz. Masalan, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rdik deydiganmiz. Rasululloh bizning habibimiz bo'lgan ekan, o'zining habibini, o'zining yaxshi ko'rgan kishisini yordamsiz qo'ygan yaxshi ko'rguchi, u o'zining muhabbatida yolg'onchi bo'ladi. O'zining habibining, o'zining yaxshi ko'rgan kishisiga osiylik qilgan kishi, u o'zining muhabbatida kazzab bo'ladi. O'zining yaxshi ko'rgan kishining sifatlariga ko'ngil bo'lmagan kishi, u o'zining muhabbatida kazzab bo'ladi. O'zining yaxshi ko'rgan kishisining hadiyalarini, uning xotirlarini zayo qilayotgan kishi, u o'zining muhabbatida cho'qim kazzab bo'ladi. Mayli u qancha yig'ilgan bo'lsin yoki yig'ilgan qiyofatga kirib olgan bo'lsin, mayli u shu yaxshi ko'rgan kishisiga qattiq yaxshi ko'rganligini, uni intan yuqori darajada yaxshi ko'rganligini qanchalik darajada ifodalagan bo'lishidan qat'iy nazar, o'lib ketgan bo'lsa uning qabrlariga borib qattiq yig'ilgan bo'lishidan qat'iy nazar, u bu gapida yolg'onchi bo'ladi. Mana bu yaxshi ko'rish o'lchimi, iymon o'lchimi mana shu. Shunga bizning har birimiz o'z o'rniga qarab baqish kerak. Har birimiz o'zimizning o'rnimizga qarab baqishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimiz qanchalikkan, buni o'lchashda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'liga qanchalik ergishibdik, to'sqinlardan yenibdikmi, buyruqlarni ijro qilibdikmi, buni qarab baqish kerak. Har birimiz o'z o'zini taroziga sab baqish kerak.
agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatda yetersizlik qilgan bo'lsak, Rasulullohga bo'lgan muhabbatimizga loyiq bo'lish uchun yetersizliklarimizni isloh qilib olishimiz kerak. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rgan degan kishi, mushu yaxshi ko'rman degan kishi shu gapida rostchil bo'ladi ekan, u cho'qim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergishish, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qilishi cho'qim zarur bo'ladi. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish haqida yana bir hadis, yine mush kitobimizning 41-hadisi Abdullah ibn Hisham radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. An Abdullah ibn Hisham qal kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi vasallam va huwa akhizun bi yadi Umar ibn Khattab faqala lahu Umar ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. عبد الله بن هشام رضي الله عنه رواية قلنب ومندق دايدو. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge idik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun kulunu tutuvatatdı. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge mındak dedi. Ey Allah'ın peygamberi, sen bana hem nasidan suyumlikrak illa min nefsi. Lekin cenimden başka. Öz nefsinden kalsa, öz cenimden kalsa hem nasidan sen bana en suyumlik degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la dedi. Yani bu senin imanın undakta tuluk bolmaydı. Vellezi nefsi biyedi. Cenim ilkide boğan zat ölen kasem. Allah ölen kasem kılımen ki men sana senin nefsindin mi, senin cenindin mi suyumlukrak boğmasam her gün senin imanın kamil bolmaydı Ömer dedi. Fekale lehu Ömer radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki feinnehul anem Resulullah hazır men bilip yettim Resulullah hazır men bildim ki sen bana benim cenimdin mi suyumlukrak degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-an ya Ömer. Ömer hazır bildin. Endi hazır senin imanın takamül buldu. Sen yani imanın tuluk buluduğun gapni endi kıldın degen. Mana bu hadiste Abdullah ibn Hisham deydi ki biz Peygamber Aleyhisselam bilen birlikte turvatqanda Peygamber Aleyhisselam şu çağda Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun kulunu tutuvatatdı. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu sen bana üzem men öz cenimden kapkasa hem nasidin sen bana en suyumluk pütkül nase senin aldığında hiç nasemez degen dep Ömer radıyallahu anhu özünün tabiiyeti hesabı boyunca özünü en yaxşı ko'rdiganligi onundan kapkagan çağda Resulullah'ın en yuqori ko'rdiganligini sözlegende Peygamber Aleyhisselam cenim kuldu boğan zat ölen Allah ölen kasem ki men sana senin cenindin mi suyumlukrak boğmasam senin imanın tuluk boğmaydı Ömer degen. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu öz nefsini halaketten kutulduruşunun kamil iman mertebesini reallıkka çıkarışının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin muhabbetini öz cenni mi yaxşı görüşünün oldu da kuyuşka qaraşlık ekenligini bilgen çağda el-an arabtu. Mina hazır bilip yettim ki ya Resulullah sen bana öz cenimdin mi suyumlukrak degen. Adım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Ömer sen hazır bildin ki senin imanın bana en tutuluk buldu degen. Şuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni öz cenimizde mi artık kürüşümüzün lazım ikenliki bu hadisten çıkıp durdu. 42. hadisimiz bu kitapның yeni şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin
yaxshi ko'radigan bir ummatning payg'ambar alayhissalomdan keyinmi, ya'ni payg'ambar alayhissalomni o'zining butkul mol dunyo balavoqillaridan ortiq ko'radiganligi haqida bir ummatning maydon keldiganligi haqida bu hadis o'tirib qo'yiladi. An Abi Hurayra anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qal min ashadd ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahadukum law ra'ani bi ahlihi ve malihi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq deydi. Mening ümmetimden meni eng yaxshi ko'radigan kishilardan men vafot topgandan keyin maydon keladigan bir turli kishilar bo'ladi. O adamlar men vafot topgandan keyin meni eng yaxshi ko'radigan kishilar ularning biri. Agar meni yaxshi ko'rishning badaliga meni yaxshi ko'rish uchun o'zining ahlining, balavaqillarining ve mal dunyolarning barabiriga meni kuralisa albatta meni kurashni yaxshi ko'radi degan. Yani bu hadisda payg'ambar islom o'z davrida bo'lmagan, yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyodan ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni intayin yaxshi ko'radigan balavaqillarining badaliga, mal dunyolarining badaliga Rasulullohni yaxshi ko'radigan bir ummatning, yani bir insonlarning maydonga keldiganligini Rasululloh xabar bergan. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish, payg'ambar islomni ko'rishni, payg'ambar islomni ko'rish sharifiga erishishni bu yaxshi ko'radigan bir kishilarning maydonga keldiganligi. Bu odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kurashning badaliga o'z oilasini, mal dunyolarini yo'qotish badaliga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kuralasa, kurashni yaxshi ko'radiganligini alohida xabar qilgan. Endi ana shu nimani ko'rsatib turadi deganda, ana shu odamlarning qalbida payg'ambar islomga bo'lgan iymonning naqadar kuchli, yuqur ekanligini bildirib turadi. Shunga biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eng yaxshi ko'radigan, Rasulullohni hammadan balavaqlarimizdan, mal dunyolarimizdan yaxshi ko'radigan kishilardan bo'lishimiz kerakki, ham bu hadisdan bizga xabar bilinib turadi. Endi iymon payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki payg'ambarlikni tasdiqlashga quriladi. Ama islom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam elib kelgan shariatga taslim bo'lish, uningga bo'ysunish ustiga quriladi. Ama payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rish orqali iymon ziyoda bo'ladi va payg'ambar islomni yaxshi ko'rish mushu yaxshi ko'rish darajalarining eng yuqorisiga yetish orqali insonning iymoni takomil bo'ladi. Endi mushu eng iymon takomil bo'ladigan mushu darajaga erishishning alomati, erishganlikning bir isboti, bir odam mal dunyoga ega bo'lish, balavaqillari uning qishida bo'lish bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bilan hamsuhbat bo'lish, payg'ambar alayhisalom bilan sorundosh bo'lish, bo'lib payg'ambar alayhisalomning kurashning o'rtasida ixtiyor berilsa, ya sizning mal dunyoyingiz va balavaqillarınız bo'ladi, ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kurashdan mahrum qolasiz. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kurashga erishasiz, ammo mal dunyodan mahrum qolasiz ve balavaqlarınızdan mahrum qolasiz. İkkining birini tanlang deb tanlash berilsa, o adam, yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kurashni, uning bilan ham suhbat bo'lishni tanlasa, mana bu adam yani iman en takamül butkan aşı muhabbet derecesiga yetken buludu. Undaq bu ve illa fela. Ve eğer undaq bo'lmasa, o adam onu tanlayanmasa, o muhabbet derecesiga, imanı takamül butkan o derecege yetemeydi. Hem de yine muşakta ki hadislerimizden yine bir 43. hadis Ebi Zar radıyallahu anhu'dan bayan kılıngan hadis. An Ebi Zar radıyallahu anhu ennehu eten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekal inni uhibbukum ehlel beyt. Fekal lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah
Qala Allah qala fa'idda lil faqri tijfapan fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuna min as-sayl min a'la al-akamati ila asfaliha. Abi Zer radhiyallahu anhudan rivayet qılındı ki Abi Zer radhiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışığı kelgen. Peygamber aleyhissalam'ның qışığı kelip mundaq degan: "Men ya Rasulullah silni yana öy ahlilerini intayin yaxshi ko'raman" deganda uningga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bilan qasam shundaq yaxshi ko'ramsan" deganda u Abu Zer "Vallahi Allah bilan qasamki men haqiqatan sizning oilalaringizni intayin yaxshi ko'raman" deganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Fa'idda lil faqri tijfaf" undaq desam faqirlik libosiga tayyorlik qil. Ya'ni kambag'allik libosi kiyimini tayyorlab qo'y. Chunki kambag'allik, faqirlik bizni yaxshi ko'rgan kishiga o'da do'ngning ustidan do'ngning ostiga tushayotgan saldinmi tezroq tushidi degan. Endi bu hadisning mazmuni deydiki ey Abu Zer, agar sen mushu davoyingda rostchil bo'lsang, ya'ni mening ahli beytimni yaxshi ko'rdim, intayin yaxshi ko'raman degan mushu davoyingda rostchil bo'lsang, sen faqirlikdan kelib chiqadigan mushaqqatga sabr qilishga tayyorlik qilgin. Chunki faqirlik mushaqqati bizni yaxshi ko'rgan kishiga do'ngning ustidan do'ng ostiga tushayotgan saldan mutizroq tushidi. Yana bu sohada bizni yaxshi ko'rgansan, cho'qim sen har xil mushaqqatlarga, jafolarga duch kelasan, buningga iddiy jihati tayyorlik qilgin degan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshi ko'rishimiz intayin muhim bo'lsa, bu yaxshi ko'rishning badaliga nurg'un jafo mushaqqatlarning ham bizni kutib turdiganligi, buningga iddiy jihati alohida tayyorlik qilishimiz lozimligi chiqadi. Endi bizning bu mavzudagi umumiy hadislarimizdan shuni ko'rib olamizki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni yaxshi ko'rish imanning takomilligining qatoridan ekanligini ko'rib olaymiz. Ikkinchi birisi, insonning bir odamning imoni Peygamber alayhisalom uningga o'zining bolalaridan, ota-onasidan, barcha insonlardan topgan barliq mol dunyolaridan, o'z ziminlaridan, hatto o'zining jonidan suyumlikroq bo'lmasa, imoni takomil bo'lmaydiganligini bu darsdan ko'rib olamiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemni en yaxshi ko'radigan kishilarning qatoridan qilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemning sunnatiga xizmat qiladigan xizmatchilardan qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.